Kredit korporatsiyasining shveytsarskiy Salus brendi ostida ishlab chiqarilgan juda ham ajoyib podarchniy naborimizni hozir obzorini qilib ko'rsatmoqchiman. Ushbu podarchniy naborni to'liq videosini video qismiga joylashtirib qo'yganman. Shortsga ham joylashtiryapman, sababi hozir ko'pchilik kanalda ajin ketkazuvchi mahsulotlarni nima qilyapti, kuzatib borishyapti. Aynan chuqurlashib ketgan ajinlarni ketkazuvchi mahsulotimiz mana shu nabor bo'lib hisoblanadi. Naborimizda 12 ta narsa bor. Birinchisi penka, yuzni chuqur tozalaydi. 2 daqiqa qoldirsa agar, ya'ni o'sha yuvish jarayonida 2 daqiqa qoldiriladi yuzda, chuqur tozalab, o'sha kengaygan poralardagi har xil kirlanishlar va yog'larni ham olib tashlaydi. Ikkinchisi tonik. Tonik ham juda ham chuqur penkadan keyingi qolgan kirlanishlarni ham to'liq olib yuzni o'sha keyingi jarayonga to'liq tayyorlaydi. Keyingisi namlantiruvchi losyon. Ushbu losyonimiz o'sha poralarga keyingi jarayondagi o'sha antivozrastnoy kremlarning yaxshi surilishi uchun yordam beradi. Keyingisi esa essensiyamiz, aynan ajin ketkazuvchi, har xil terini toraytirib beradigan essensiyamiz bo'lib hisoblanadi. Ushbu essensiyamiz yuzni butun terisiga, qolaversa bo'yin terisiga ham surtsa ham bo'ladi. Keyingi ikkita mahsulotimiz, ikkita kichkina mahsulotimiz, mana bu uchta uzunchoqlari bor u yerda. Uchta uzunchog'imiz ko'z atrofidagi ajinlarni ketkazish uchun, kichkina aylanachasi esa lab va burun atrofidagi ajinlarni ketkazish uchun foydalanadigan maxsus kremlar bo'lib hisoblanadi. O'zim ushbu mahsulotni to'liq ishlatib tugatganman. Kuniga 2 mahal ishlatilsa 3 oyga yetadi va aynan o'sha chuqurlashgan chuqurlashib ketgan ajinlarni bittada yo'qotadigan nabor aynan mana shu nabor bo'lib hisoblanadi. Qolaversa, tabiiy botoks effekt beradi. Osilgan yuz terisini ham tortib beradigan nabor aynan mana shu bo'lib hisoblanadi. O'zim mana shu naborni ishlatganimdan keyin yuzimga har xil, birinchi navbatda penka bilan tonikdan foydalangandan keyin yuzimga har xil chiqadigan toshmalar, ugrilar kamayib deyarli yo'qolib ketdi. Sababi toza yuz terisiga uncha ugrilar, toshmalar chiqmaydi, har xil allergiyalar ham bo'lmaydi va yuz terisi aynan yana bitta narsa, muhim narsani aytib o'tib ketishim kerak. Yuz terim kombinirованный, ya'ni burun atroflari juda yog'li, qolgan joylari quruqlashgan edi. Penka va tonikdan keyin yuz terim to'liq bir xillashib, namlantiruvchi losyonlarni va mana bu essensiyalarni surganimdan keyin yuzimning terisi bir xil, chotki namlangan holatda bo'ldi va eng muhimi, ko'z atrofimdagi, peshonamdagi va lab va burun orasidagi ajinlarim ancha ketdi va yuzim oldin semirib, keyin ozganimdan keyin osilishlar bor edi yuzda. Mana shu osilishlar ketib, yuzimni tarang tortib bergani tabiiy botoks effekt berdi. Kimda-kim yuzi uchun chuqurlashib ketgan ajinlarini yo'qotishni istasa, har xil ukollarsiz va tabiiy jihatdan va eng muhimi allergiya bermaydigan chuvствительный kojasi borlar bo'ladigan bo'lsa, qolaversa yuziga tinimsiz toshmalar toshib ugrilar chiqadigan bo'lsa, aynan mana shu naborni maslahat beraman. O'zim ishlatib ko'rib, effektini oldim. Yoshim 31 dan oshgan bo'lsa ham, aynan mana shu nabordan keyin ko'rgan odamni 25 yosh beradi menga hozir. Meni ham yuzimda ajinlar va osilishlar ko'p edi. Aynan mana shu ajinlardan, osilishlardan qutuldim. Tabiiy botoks, hech qanaqa kosmetologga bormagan holatda aynan mana shu natijaga erishdim. Barchaga tavsiya qilaman aynan mana shu nabordan foydalanishni. Kimda-kim yuzida ajinlardan qutulmoqchi bo'ladigan bo'lsa, chuqurlashib ketgan ajinlar uchun aynan mana shu mahsulotni tavsiya qilaman. O'zi 25 yoshdan keyin barcha insonlarga yoshartiruvchi kremlar kerak. Faqat aynan mana shu yoshartiruvchi kremlarni to'g'ri tanlay bilish bu juda ham katta muvaffaqiyat hisoblanadi. Sababi har xil narsa bilan yuzda foydalanganda, yuzni buzib qo'ygandan ko'ra kerakli, sifatli, ishonchli va eng muhimi original bo'lgan mahsulotdan foydalanish bu baribir boshqacha. Hammaga tavsiya qilaman va effektiga javob beraman. Kredit korporatsiyasining shveytsarskiy Salus brendi ostida ishlab chiqarilgan juda ham ajoyib podarchniy naborimizni hozir obzorini qilib ko'rsatmoqchiman. Ushbu podarchniy naborni to'liq videosini video qismiga joylashtirib qo'yganman. Shortsga ham joylashtiryapman, sababi hozir ko'pchilik kanalda ajin ketkazuvchi mahsulotlarni nima qilyapti, kuzatib borishyapti. Aynan chuqurlashib ketgan ajinlarni ketkazuvchi mahsulotimiz mana shu nabor bo'lib hisoblanadi. Naborimizda 12 ta narsa bor. Birinchisi penka, yuzni chuqur tozalaydi. 2 daqiqa qoldirsa agar, ya'ni o'sha yuvish jarayonida 2 daqiqa qoldiriladi yuzda, chuqur tozalab, o'sha kengaygan poralardagi har xil kirlanishlar va yog'larni ham olib tashlaydi. Ikkinchisi tonik. Tonik ham juda ham chuqur penkadan keyingi qolgan kirlanishlarni ham to'liq olib yuzni o'sha keyingi jarayonga to'liq tayyorlaydi.